Tekstil, trikotaj, to'qimachilik, farmatsevtika va barcha ishlab chiqaruvchi korxonalar diqqatiga. Siz uchun muhim bo'lgan bitta fakt aytaymi? Hozir siz taxminan yiliga 25% daromadingizni yo'qotyapsiz. Nega deysizmi? Birinchidan, ish haqi hisoblashda pul, vaqt yo'qotyapsiz. Ikkinchidan, omborda qancha mahsulot borligini hech kim bilmaydi. Uchinchidan, hisobotlar va jarayonlar shaffof emas. Boshqaruv qo'lda, pul oqimi esa aytmasam ham bo'ladi. Eng yomoni, xom ashyoni keragidan ortiq sotib olasiz yoki noto'g'ri sarflaysiz. Natija, pulingiz muzlab qoladi. Appoint bilan avtomatlashgan korxonalar esa oyiga 100 million so'mdan ko'p pulni tejab qolishyapti. Bu qanday mo'jiza deb o'ylayotgandirsiz. Lekin bu mo'jiza emas, balki barcha jarayonlarni avtomatlashtirish. Yaxshi xabar, buni siz ham eplay olasiz. Murakkab narsani o'zi yo'q. Faqatgina bitta qadam kifoya. Izohlarda plyus belgisini qoldiring yoki hoziroq pastdagi havola ustiga bosing va biz siz bilan bog'lanamiz. Appoint ERP ishlab chiqarishni raqamlashtiradi. Siz esa daromadingizni oshirasiz.